Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Hammalari sog' omonmisizlar? Bugun men sizlarga brokoli karamidan qanday qilib mazali qilib pishirishni va uni qanday qilib to'g'ri pishirishni ko'rsatmoqchiman. Buning uchun bizlarga kerak bo'ladi brokoli karami. Buni yuvib tozalab qalamchalarga bo'lib oldim. Mana bir bosh piyoz, 2 dona o'rta kattalikdagi pomidor, 3 dona tuxum, 1 qoshiq to'la emas tuz, bitta chesnok, avashno priprava, so'sanglar bo'ladi, so'masanglar bo'ladi va ozroqgina yog' kerak bo'ladi. Qani bo'lmasam, bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Mana oldindan suvni qaynatib qo'ydim va qaynagan suv va muzday suv kerak bo'ladi. Muzday suvni ichiga yana muz bo'lakchalarini ham soldim. Bu suvimizga qoshiqimizdagi tuzni solamiz. Hammasini emas, ozrog'ini mana tuxumga qo'shishga olib qo'yamiz. Endi bu qaynagan suvimizga brokolilarimizni solamiz. Yetmaganiga mana qaynagan suvimizni yana ko'rmay qolsin. Qaynagan suvimizdan ham qo'shdik. Bu qaynab chiqishi shart emas. Mana qaynagan suvga soldik. Bu qaynab chiqib ketmasin, vitaminlar o'lib qoladi. Buni birdaniga olamiz. Gazimizni o'chiramiz va buni suzib olib, muzday suvimizga solamiz. Chunki buni qaynatib o'tirsa, ta'mi ham yo'qoladi, vitaminlari ham o'lib ketadi. Qitir bo'lishi kerak karamimiz. Muzday suvimizga mana soldik karamlarimizni, brokolilarimizni. Endi buni pishiramiz hozir. Gazimizga tabamizni qo'yib olamiz va unga ozroq yog' solamiz. Ozgina yog'. Yog'imizga to'g'rab qo'ygan piyozimizni solamiz. Tuz kerakmi? Sizlar ham qilib qovurib olamiz piyozimizni. Brokolimizni vaqtiga olsak suvdan rangini ham o'zgartirmaydi. Ham chiroyli rang, tiniq rang bo'ladi, ham vitaminga boy bo'ladi. Mana brokolimiz, mana pishmagan brokoli, mana pishgan brokoli, mana farqi. Mana buni hozir pishirib yubordik. Mana shunday tiniq rang bo'ladi, yam-yashil bo'ladi. Agar o'tkir yuborsanglar brokolini, qora bo'lib qoladi. Ammo yam-yashil bo'lmaydi. Mana qanday chiroyli, mana bu pishmagani, mana bu pishgani. Bunga vitaminlari ham o'lib ketmaydi, ham rangi ham chiroyli bo'ladi. Ham qitir bo'lib mazali bo'ladi, lattadek bo'lib qolmaydi. Mana piyozimiz tillarang bo'ldi. Endi buni ustidan brokolilarimizni solamiz. Endi bu yerga tuxumimizga ozroq olib qo'ygan tuzimizni solamiz. Tuxumimizni ko'pirtirib brokolini ustidan solamiz. Avashno pripravamizni sepamiz. Xohlovchilar sepinglar, bo'lmasa priprava yoqtirmaydiganlar sepish shart emas. Krishkasini yopib 1 minut kutamiz. Mana 1 minutdan keyin ochamiz krishkamizni. 1 minutdan ko'p vaqt kerak emas. O'zi brokolimiz tayyor. Vitaminlar o'lib ketadi bo'lmasa. Buni ustidan pomidorlarimizni qo'yib chiqamiz. Suvni solamiz. Endi chesnog'imizni qaramiz. Endi buni bu pomidor pishguncha 1 minut vaqt bunga ham yetadi. Og'zini yopib 1 minut kutamiz endi buni. Mana oradan 2 minut vaqt o'tdi, chunki men pomidorim qattiq ekan, 1 minutga ishlab ko'rsam bo'shamabdi. Yana 1 minut qo'ydim, 2 minut vaqtimiz ketdi. Bo'ldi, buni gaz plitamizni o'chiramiz. O'chirib qopqog'ini yopamiz.
yana 1 minutga shunday o'chirilgan holatga 1 minut tindiramiz. Mana oradan 1 minut vaqt o'tdi. Foydali va mazali bo'lgan brokolimiz tayyor. Endi buni suzib olamiz. Yoqimli, hidlari ham biram shirin taralyapti. Mazali, vitaminga boy bo'lgan brokolimiz. Mana vitaminga boy bo'lgan, foydali, mazali, yoqimli brokolimiz tayyor. Hammalaringizga maslahat beraman, pishirib ko'ringlar. Bu faqat diyeta qiluvchilar uchun emas, hamma uchun ham juda ham foydali, ayniqsa bolajonlar uchun ham. Mana ranglari ham chiroyli, hidlari ham zo'r taralyapti. Juda ham mazali chiqdi. Qilib ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Kim meni qo'llab-quvvatlab, like bosib, podpisatsiya qilib yurgan hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Har doim tinchlik, xotirjamlikda sog' salomat yurish nasibi ro'z aylasin. Keyingi videolarimizga ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.